uyingizga beton plita qo'yayotganingizda qaysi xatolarni qilmang. Agar nima xatolarni qilmaydigan bo'lsangiz, ikkinchi etajda kami 40 yil, 50 yil turib beraveradi. Bu nima deyotganlarga hozir video davomida ko'radigan bo'lsalar, biz bitta hozir xonadonga kelganmiz, ko'rib turganlaringda beton plita oddiy monolitdan, konteynerdan qanchalik mustahkamligini ko'rsatib isbotlab beramiz. Hikmatilla aka, hozir aka video davomida aytib o'tdik, qaysi xatoda qilinsa beton plita aka, masalan, standartga javob bermaydi, xavfsiz bo'lib qoladi, yo bo'lmasa noto'g'ri o'rnatilgan bo'lib qoladi. Aka, bitta biz obunachilarga tushuntirib bering aka. Endi bu davlat standarti o'sha 12-15 qo'yiladi. Bir xil joylarda plita kalta bo'lib qolib, betonga ozgina mindirib qo'yishadi, o'shalar xato bo'ladi aka. Aha. O'shaning uchun o'sha davlat standarti bo'yicha kaltaroq qo'yib qo'yilsa, minusi nima? Davlat standarti deyapmiz. Masalan, 5 sm ga qo'yib ketsa ham bo'laveradi. Masalan, prosta u noto'g'ri o'rnatilgan bo'lib qoladi. Masalan, birortasi kelib o'lchamasa kerak uyini, aka beton plitani bunday qo'yibsan, bunday qo'yibsan. Endi tekshiruvdan kelishi mumkin. Tekshiruvdan kelishi mumkin. Bilib bo'lmaydi. Bilib bo'lmaydi. Aka, hozirgi paytda aka mana 12, 14, 16 armatura ishlatiladi. Nimaga qarab armaturasi farq qiladi aka? Armaturasi shu zakazga qarabda, bir xil joylar 14 lik qo'ydiraman deydi, bir xil joy 16 qo'ydiraman deydi. Endi baquvvatroq bo'ladi, o'shanga qarab qo'yishadi. Lekin hammasi aka 1 kvadrati 8 dan 1 tonnagacha yuk ko'taradi. O'shunaqa. Yuk ko'taraveradi. Ya'ni yuk ko'tarishda muammo yo'q. Ishlatilayotgan betonlar necha markali betonda ishlatiladi aka? 450 markali betondan ishlatiladi aka. 450 markali. Ya'ni aka mana ko'p joyda yo biz e'tibor bermaganmiz. Mana bitta oddiy loymi aka bu? Oddiy loy. Masalan, qo'yilayotganda mana shu oddiy loyda surkab ketishdi ustakalarimiz. Bu nima aka? Prostalik uklon berib qiyshab ketmasligi uchun. O'sha plitalarimiz tekis chiqish uchun agar bu betonda ozgina qing'ir qiyshiq bo'lsa, bitta mo'la betonlarni tekizlab olinadi, o'shanda plitalarimiz ham tekis chiqadi. Aha. Ya'ni o'shunaqa qo'yilgan bo'lsa yaxshi. Endi qarang, 450 marka beton dedik. Buni boshqa markada ham chiqariladimi yo standart bir xilmi? 400-450 mi? Endi yaxshi markada chiqargan yaxshi. Yaxshi aka. Ha, bu plitalar mo'r to'p olmaydi, baquvvat chiqadi. Baquvvat. Aka, bu necha kun sushka bo'ladi bu betonimiz aka, plitamiz? Sushka ham bo'ladi, to'g'ri adashmasam 7 soat, 8 soat sushka bo'ladi. O'shuna. Bu aloqa stanoydan, vibradan chiqqandan keyin qarang, 8 xona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 xona 24 millionning atrofida bityapti. Bu pulni ichiga nima kiradi aka? Bu pulni ichiga kiranimiz kiradi. Bu kiran ham bepulmi hozir aka? Ha, kiranimiz ichida shu hamma общий pulni shu betonlar ichida. И bardovoylarimiz ham o'shaning ichida. Bardovoy ya'ni beton tashiydigan mashina ham ichida. Ko'rib turganingiz mana shu katta kiran. Menda u o'zimizning Marg'ilonning mahallaning ichidagi o'shaning uchun uzunroq olib kelingan ekan. O'tgan safar joyda reklamamizda kaltaroq olib keldi. Uyga kirib bo'lmaydi, o'shaning hisobiga kattaroq kiran olib keldik batga. Uzunroq mana ko'rib turganlaringda beton plita o'rnatish jarayoni ketyapti. Aka, hozirgi paytda narxlar nech pul bo'lyapti? Masalan, bartasi beton plita uyga qildiraman desa, kvadrati hozir 220 mingdan. 220 mingdan. Hozir tomni kvadratini chiqarib pul chiqaraverasizlarmi yo o'zlaring kelib har xil o'lchovlari bo'ladimi? O'lchab ketamiz aka, o'zimiz kelib, o'lchov chiqarib, ma'qul kelsa. Ha, ya'ni o'lchovi masalan aka men 4 ga 6 bo'lsa kvadratini chiqarib o'shanaqa qilinmasa kerak. Masalan, hozir menga bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta plita qo'yildi. Necha metrda ochiq joy qoldi. Endi baqamamcha beton plita qo'yib bo'lmaydi. Yo'q, yo'q. Qo'yib bo'lmaydi. Quyiladi endi batiga. Baqa quyiladi. Ha. Ushaladi. Ya'ni standart bo'yicha qo'yib bo'ldilar, endi quyiladi. Bu tomondan ham xuddi shunaqa, qanchadir bir qarij, ikki qarij ochiq qolib ketadi baribir. To'g'rimi? Ozgina ag'baq bo'lishi uchun endi uni quyiladi. Aha, uyda egasiga ham bog'liq. Masalan, 3x3 qilib yetkazib quydirsa ham bo'lar ekan, mana shunday orttirib. Endi bu qanaqadir plani bordirki, bag'iga yana o'shancha shunday orttirib joy tashlab ketibdi. 220 ming so'mdan 1 kvadrati, ya'ni ko'rib turganlaringda beton mahsuloti, ko'rib turganlaringdek krani hamda o'sha tashiyotgan mashinasi hamma yo'q ichida bo'lar ekan. 12, 14, 16 lik armaturalar bo'lar ekan. Ya'ni beton plitaning katta kichikligiga qarab beton plitaning narxi o'zgaraveradi. Masalan, eng uzuni necha metrligicha bor beton plita? Uzunligi o'sha zakazga qarab ketaveradi. 8 metrligicha ham urib berilaveradi. Yana endi 1 lik bo'ladi, 120 lik bo'ladi. Ha, 120 ga masalan 6-8 metrlik bo'lsa, ularga 16 lik armatura qo'yiladi. Iloji yo'q, chunki ular katta bo'lgani uchun ko'proq yuk ko'tarish kerak. Ko'rib turganlaringdek raqamlarni pastga qoldiramiz. Xudo xolasa vodiy bo'ylab hozirgi paytda ishlalyapti aka. Vodiy bo'ylab aka. Vodiy bo'ylab, vodiyda istalgan burchagidan telefon qilinglar. Kirani, mashinasi, mana shu hamma yo'q ichida 220 ming so'm. Xudo xolasa yana kelishiladigan joy bor. Aloqaga chiqib, mabodo uyingiz bitgan bo'lsa, ikkinchi etajga beton plita kerak bo'lsa, aloqaga chiqib, bemalol ishlarni chiroyli qilib, sifatli garantiyali qilib bitkazib olaverasizlar.